tekizler. Hemisi tekizler. Lekin qachon? Sen şükre degende. Men qaysi ko'rib ketgan rohatlarimni shukr qilaman. Ha? Qaysi rohatlarimni shukr qilaman men? O. Ailen, balan, ata-anan var. Tenan salamet. Sen bunun şükür kılamagan bolsan, kütkünün dozaq. Lekin bizga hammadan muhim bo'layotgani hozir pul. To'g'ri. Pul nurg'un narsani setib olib oldi. Bekchiq narsani setib olib oldi. Lekin baxtli oilani setib olib bilamda. Puling bo'lib, ro'ying namarat bo'lsa, o'zingni bir umr bo'yi hisoblayolmaysan. Hey, seni birazga muhtoj qildimmi? Hech oyimni bo'yningni qisdimmi? Rizq taqdir degan azalda taqsimlangan bo'ladi. U hech qachon taqdirdan tashqari emas. Har ish soati bilan bo'ladi. Yana deymanki, sabr qil, shukr qil. Sabr. Bo'ldi, men bu gaplarni qilmam, endi yeta. Men bir tarafdan ishlab, bir tarafdan bola beqib, bir tarafdan uyni tutib, men charchadim odim. Endi gap endi qo'yib ketsin. Men bundan keyin onangizning oldida xabar berib bo'lmayman. Mening onammi? Mening onam ben bu dünyada ko'rgan en güzel ayol. Mening onam ben bu dünyada ko'rgan en yaxshi ayol. Mening onam men hayotli bo'lsam bundan keyin sana muhtoj bo'lmaydigan ayol. Yaxshi angla. Anam ba, men baki bu uyda sen ba. Anamdan ketish bir qadam, senden ketish 1000 qadam bo'lsa, men shu senden ketadigan 1000 qadamni tanlayman. Rahmat. O'zimning sizning oldingizda qanchalik hurmatim borligini bildirib qo'yganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Bilimi? Sen o'zingning hurmatlanib yashashni orzu qilsin. Ammo unutib qolma, men o'zimni hurmatlanishga loyiq odam deb qarayman. Lekin men endi bu jafolarga bardoshlik berolmayman. Bugun dadam uyga keldi. O'zingizlar hammani ko'rdi. Vay. Dada. Hay, yo'qmi hozirmi? Yo'q, undoq emas dada, men hozir bormoqchi edim. O'zim bora olmayman, ansirma. Men qo'rqish qilayman. Dadam uyga qaytib keldi, ot qilsaq bir hafta bo'ldi. Mening buni o'yladığım yo'q. Lekin shu atrofimdagi do'stlarim uyimizni ahvoli. Do'stlarimning uyi boshqa. Ximi boshqa. Yotadigan go'ri boshqa. Rizq degan bir kimni talishib, yalvorib, talmirib, baslash bo'lgan narsa emas. Amsterdamga o'zingiz telefon qilib tushuntirib qo'ying. Sening dadam, mening dadam. O'zining ketishini loyiq topgan bo'lsa, men uning rozilik uchun seni to'smayman. Ammo bir shart baliq qiladi. Qolgan qara o'zingda.
80 yıllarda tug'ilib, az kam 30 yoshimga kelguncha turmushning og'ir besimida o'zim yaxshi ko'rgan odamlarning baxti uchun chekmagan jafo, tatmagan izo qolmadi. Ba'zida o'ylab qolaman, bir bo'g'ichi tirishchanlik, mas'uliyatchanlikdan boshqa yana nima qilish kerakdi? Her gün, her işimde rızkımga yozilganini ko'raman. Jon tanda turibdi. Ümidim şu ki, oxirgi nafaslarga tirishib, bir layoqatli sanalg'icha nervamning sog', botinimning salomat bo'lishini tilayman. Shukr. Maka. Hello? Bu hayatta bir ömür ötelim sen men bilen, baxtiga jiroqda kütelim sen men bilen. Kulki degan her vaqt jig'i bilan bir tuqqan, yig'laganda tan yig'lan, kulelim sen men bilen. Gidigen her vakit şığı bilen bir tuqqan, yığılğanda ten yığlan, külelem sen men bilen. Hayat go'yo bir sefer, buruni var yağmurluk, cho'lda qolsam buranda, tünelemsen men bilen. Hayat go'yo bir sefer, buruni var yağmurluk, cho'lda qolsam buranda, tünelemsen men bilen. Yıkılmaydı hiç kimin azabı yok hayatni, kelse başka dert elem, şüphelem sen men bilen. Yıkılmaydı hiç kimin azabı yok hayatni, kelse başka dert elem, şüphelem sen men bilen. Atana en ulug, şunu deymen ularni, bu yamini süygandek, süyelen sen men bilen. Atana en ulug, şunu deymen ularni, bu yamini süygandek, süyelen sen men bilen. Ne kısmet var başımda, bir gün ecel yetkende, bu dünyadan vazgeçip gidelim sen men bilen. Ne kısmet var başımda, bir gün ecel yetkende, bu dünyadan vazgeçip gidelim sen men bilen. Bu dünyadan vazgeçip
Ketelemsen men bilen, ketelemsen men bilen.